Ularım bugundan men sizlarga Saodat asrini qissalarini o'qib beraman. Ahmad Lutfiy Qozonchi yozgan ekanlar. Bu 3 va 4 kitoblari. Badr intiqomi uchun qasam. Abu Lahab Makkada qolgan kasalligi tufayli Badr harbiga bora olmay, o'rniga boshqa odamni yollab jo'natgan edi. Ketganlari izidan kunlab yo'l poyladi. Zafar suyinchisini keltiradigan odamni kutdi. Shunday xabar kelsa, yuziga qaytadan qon yugurishi, yangi hayot boshlanishi aniq. Bir kun kelib, ortiq g'am chekma, ey Abu Lahab, bag'ringda yongan otashni so'ndiradigan natijaga erishyapmiz. Mana Muhammadning qonli kuylagi, mana do'stlarining kesilgan boshlari deydigan xushxabarchiga suyunchisiga nimalar bermasa edi. Nimalar bermasdi, nimalar. Bunday xabar uni takror oyoqqa turg'izishi, takror sihatli kunlarga qovushirishi mumkin edi. Ketganlarning har biri karvondagi moli mulkini qutqarish azmi bilan ketgani, jonini boshini ayamay urushdi degani edi. Imkoni qilib Makkada qochganlarning hayot daftarini yopabilsalar edi, arzirli ish qilgan bo'lardilar. Qo'shin ketgandan bir necha kun keyin Abu Sufyon karvonini Makkaga olib kelganida Abu Lahabning